Assalomu alaykum. Taklifingiz uchun rahmat. Xush kelibsiz Shahlo. Shahlo, sizni ekspert sifatida taklif qilishimdan maqsad siz ko'pgina ijtimoiy loyihalar asoschisi, ko'pgina ayollar bilan suhbatlar o'tkazgansiz. Nima deb o'ylaysiz hozirgi kunda dolzarbli, og'riqli nuqta desak bo'ladi? Farzandlarimizning ruhiy ehtiyojlari qanday darajada oziqlanishi, intellektual bilim olish saviyasi, emotsional chegaralar va ota-onalarni farzandlarini qandaydir ko'zimiz tushadi, eshitib ham qolamiz, qandaydir hayvonlarga, holatlarga o'xshatishi bu bolalarimizni qay darajada shakllanishiga zarar yetkazyapti. Bilasizmi, Suroy opa, farzand bir bola dunyoga kelar ekan, nafaqat jismoniy, moddiy ehtiyojlardan tashqari ruhiy, hissiy ehtiyojlarga ham ega bo'ladi. Avvalo farzand onaning qornida paydo bo'lishi bilan ona o'z sog'lig'iga, turmush tarziga, o'z hissiyotlariga ahamiyat berib farzandini dunyoga keltirsa, farzand ruhiy sog'lom dunyoga keladi. Farzandlarning tarbiyasida ko'pincha oila muhiti rol o'ynaydi va onaning holati ham juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Moliy vaziyat, muammoli tashxisli bolalarni kelib chiqish negizi shu homiladan kelib chiqadi. Ya'ni homila vaqtida onaning o'sha olgan stresslari, qo'rquvi, ruhiyatini sinib qolishi, ayniqsa o'zingiz bilasiz, birinchi homila davrida o'zimizda ham bo'lgan deymizmi yoki hozirgi yoshlarda ishonch deydimi, sinib qolish holatlarini kuchliligi o'zligi bilmagan holatda homilani zararlab qo'yishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Mana jamiyatimizda baribir qizlarni yosh turmushga beramiz. Qizlarimiz yosh turmushga chiqqandan keyin ular yangi uyga borgandan keyin tabiiy holatda qizlarimizda stress holatlari paydo bo'ladi. Bu stresslar, ya'ni qaynotani xizmatida yangi xonadonga keldi, yaxshi kelin bo'lamanmi, men haqimda nima deb o'ylashyapti degan tabiiy holatda stresslar paydo bo'ladi va shu davrda homilador bo'lgan onaga o'sha oila a'zolari, ya'ni turmush o'rtog'i, qaynonasi, qaynotasi uni tushungan holatda e'tibor berib, uni sog'lig'iga, uni dam olishiga, uni nima bilan oziqlanayotganiga e'tibor berishsa, sog'lom bola dunyoga kelsa, bu farzandni o'stirishda ham ona, ham ota, ham oila a'zolari qiynalmasdan o'stirishadi. To'g'ri, mana shu gapingiz shu yerda ilib olib ketaman. Oziqlanish deyapsiz-da, ko'pgina hozirgi kunda onalar, men savol beraman, haqiqatda qanaqa o'tgan, mana masalan kasallanganmisiz, og'ir mehnatda bo'lganmisiz, stressda bo'lganmisiz deb, mana shu ko'pchilik qaynonalar, onalar yoki o'sha turmush o'rtog'i keladi, o'sha erlar kelib, yaxshi yegan, hech nimada kami bo'lmagan, zo'r oziqlangan deydi. Oziqlanish faqat ba'zi birlar nazarida yaxshi yeyish, yaxshi dam olish, boshqa bizadagi ko'rinmas jihatlar, stresslar. Yo'q, men homiladorman, erim meni tushunadilar, menga yordam beradilar, qaynonam yordam beryaptilar deyapti. Endi ayrim holatlarda to'g'ri uchrab turadi, stress holatlari. Bilasizmi, Suroy opa, anglangan onalik bo'lishi kerak, anglangan otalik bo'lishi kerak. Xuddi shunday anglangan buvilik va anglangan dodalik. Bu degani hammasini anglasak, ya'ni onglab qilsak, biz shu farzand qornimizda paydo bo'lishi bilan biz o'zimizdan tashqari yana bir jonga javobgar shaxsmiz. Ya'ni uni nafaqat ovqati bilan oziqlantirishga, balki emotsional, chunki farzand onaning ko'zlari bilan dunyoni ko'radi. O'sha onadan o'tayotgan qo'rquvlar yoki stresslar farzandga, homilaga albatta ta'sirini o'tkazmay qoladi. Anglangan onalik bo'lsa, o'sha har bir narsani chetga surib, farzandini ozgina o'ylagan holatda onalar ham stressdan qochishga harakat qilishadi. To'g'ri. Endi shu o'rinda aytamiz, mana homila davri o'tdi, tug'ildi. Bola tug'ilgandan keyin mana amaliyotimga masalan shu 2 yosh, 3 yoshgacha olib kelgungacha bo'lgan davrda farzandlarini onalar, men sizga onalar tomonidan uchratib qo'yaman. Chunki menga farzandlar keladi, farzandlar muammosini ko'raman deb, baribir siz ekspertsiz, psixologsiz de onalar tomonidan 3 yoshgacha kelgungi davrda bolada ruhiy holatida sanash, qo'rquv, o'ziga ishonch yo'q, emotsional stabil holatlar yo'qligini ko'raman deb, onalarga shuni tushuntirmoqchi bo'lsamchi, baribir aytish kerak, bu jamiyatda hamma vakili bir xil emas-da. Bu nimani bilardi, buni tushunmaydi. Masalan, bor qaynona tomon aytaman, farzandingiz bilan ko'zma-ko'z o'tirib gaplashasizmi, yuzma-yuz, uni emotsiyasi, qiliqlarini tushunasizmi? Masalan, nutqsiz bolalar keladi, nutqi yo'qolgan yoki
va ba'zi bir shu psixologik muammoga ega bo'lgan bolalar kelganda aytaman de gaplashganmiz farzandingiz bilan, siz ko'zingizga qarab tushunadimi yoki muloqot nutqiy bo'lmasa ham ko'ruv muloqoti bo'lmasa bu nimani tushunardi yoki men gaplashmoqchi bo'lsam uyda bola hali kichkina bu nimani tushunadi deb aytishadi-da. Yokida shunaqa fikr ham men o'zim eshitganman, shuning uchun bu muammo bilan chiqyapman. Onalar bolasiga ruhiy ehtiyoj tarbiyani 7 yoshdan keyin, to'g'rimi? 10 yoshdan keyin berishadi. Ungacha bu bola-ku, o'ynayapti, tushunmaydi. Masalan, biz baqir-chaqir qilib ushamiz deydi. Bola hech nima tushunmayapti deydi. Vaholanki bola shu narsani o'zidan o'tkazadi-ku, ho u 1 yosh bo'lsin, ho u 3 yosh bo'lsin, to'g'rimi? Endi Surayya farzand ona buvasini, onalikka tayyorgarchilik ko'ryapsizmi? Hatto farzand qorningizdagidan uni eshita boshlashingiz kerak-da. Mana ko'proq qimillashi ham normal holat hisoblanmaydi-da. Nimadandir darak bu ham. Nimadandir darakda biz o'shancha aytaman, anglangan onalik bo'ladigan bo'lsa, farzand qorinda paydo bo'lishi bilan ona uni eshita boshlaydi. Chunki farzand ham onani eshitadi. Qaysidir majoziy ma'noda onani eshitadi, onani his qiladi. His qilgandan keyin o'sha dunyoga keldi deylik. O'zimni misolimda shu joyda misol aytib ketmoqchiman. Kichkina qizimni dunyoga keltirganimda shu больницада ikkinchi kuni oyog'idan прививка qilishar ekan. Bir aravacha berishdi, aravachani sudrab yotqizib qo'yganman. Maryamxon qizim, biz hozir senga прививка olgani ketyapmiz. Endi seni joning og'riydi. Seni joning og'risa, meniki undan ham ko'proq og'riydi. Sen yig'lamaslikka harakat qilgan bolam deb koridordan ketyapman, bolani sudrab ketyapsan. Endi onalarning emosiyasini ko'rmadingiz-da, o'sha yerda xuddi bir tentak odam kichkina bir chaqaloq bilan gaplashayotgandek emotsiya qilishdi. Ya'ni juda kuzatuvchanman. Bu kasbimdan kelib chiqib, insonlarni kuzatishga harakat qilaman. Kuzatuvchanligim natijasida shuni ham ko'rib bir qiziq tuyuldi. Onalarga anaqa ish tuyulganda bu. Albatta, shu kichkinagina chaqaloq nimani tushunadi deb o'ylashgan. Mana bu narsani mana siz ko'ribsiz, biz mutaxassis sifatida ko'ramiz, eshitamiz hamda. Aytaman, kelinlar keladi, onalar keladi. Ishoning, yig'lab o'tirishadi, oldin o'tirib yig'lashadi deb, men gaplashmoqchi bo'laman bolam bilan. Mana shu narsa ko'pgina oilada balki bo'lgandir ham. Kimdir o'zini ko'rayotgandir hamda bola keladi, bog'chadan kelgandan keyin farzandingizni ishlaysizmi deyman. Gaplashing, masalan, uy vazifalar beramiz. Bugun mana mavzu o'tildi, uyda qiling deyman, berib. Ishoning, men xo'jayinim, oyijon, adajon kelguncha shu ishni qildiraman deb, bolam indamay o'tirib aytganimni qiladi. Uydagilar kelgandan keyin bolam polni aytganimni qilmaydi. Tantiqlanishni boshlaydi, gap qaytaradi, qo'lda harakatlar, masxaromuz harakatlar ko'rsatadi. To'g'ri kelsa, urib ham ketadi meni. Lekin ular kelguncha men bilan zo'r o'tiradi bolam deydi. Bu nima degani? Bu yerda bu aytmaydim. Nimaga bunaqa bo'lyapti desam, erkalatishadi bolalar. Buni oldini ko'p olishadi. Hay to'xta deyishmaydi. Ya'ni u aytmoqchimanki, bu narsa oilada taqsimot ketyaptimi? To'g'rimi? Berilayotgan energiya, berilayotgan mehrni taqsimotimi yoki ajratishmi bu? Bu balki chegaralarni noto'g'ri qo'yilishidir. To'g'ri, mana shundan. Aytgandek, to'g'ri, ikkita avlod tarbiyalagan farzandlar erkaroq bo'ladi deyshadi. Ya'ni o'zimidan mag'zi shirinroq. To'g'ri. Ba'zi bir holatlarda bizga ham murojaat qilishadi, onajonlar qiynalishadi ozgina. Men bir narsani o'rgatmoqchi bo'lsam, yo'q deyishyapti yoki erkalab yuborishyapti, ko'p bu holatlar deyishadi. Ammo bu yerda ham onajonlarimizga ozgina bilim, ilm kerak bo'ladi deb hisoblayman. Agar ular shu uyda baribir farzand bilan ona ko'proq muloqot qiladi. Agar chegaralarni to'g'ri qo'yib bera olsa, ya'ni seni chegarang mana shu yerda boshlanadi, shu yerda tugaydi. Meni chegaram bu yerda boshlanadi, bu yerda tugaydi. Kimdir chegaramizga daxl qilib tursa ham, bu vaqtinchadir. Shu narsani anglatib bera olish kerak. Uning uchun onada bilim, ilm kerak bo'ladi. Shu yerda shaxmat chegara deyapsiz, bu chegarani siz hozir men tushunmayman bu chegara. Onalar bu chegarani qanaqa ochaman deydi. Masalan, borda so'rayotganlar, masalan, qanaqa ochaman, qanaqa tushuntiraman bolam chegara degan so'zni tushunmaydi-ku. Oddiy misol, mana bolalaringiz bilan o'ynayotganda mana qitig'laysiz, mana bolalaringiz bilan o'ynayotganda mana qitig'laysiz. Ko'p farzandlarimiz yaxshi ko'radi. Mana qitiqlaganingiz o'zida ham farzand o'sha har xil harakat qilib, mana masalan bizda chegara bor. Oyog'i bilan tegish onaga mumkin emas. O'zi bexosdan bilmay yetar borishi, hatto bexosdan bilmay yetar borish ham mumkin emas. O'sha joyda kulib turgan yuzimiz biz
emotsiyalarni qarashlarimiz bilan, xatti harakatlarimiz bilan beramiz-da. Albatta. Kulib turgan yuzimiz darrov o'zgaradi. Men onaman, sen bolasan. Oyog'ing bilan menga teginish mumkin emas. Shu joyda hatto bexosdan bo'lsa ham. Mana shu praktikani 2-3 marta bajarganimizdan keyin bolada kontrol paydo bo'ladi. Baribir u inson borki, inson o'z-o'zini ichki nazorati bo'lsagina, mana shu tarbiya, ichki nazorati o'sha bolaga yoshligidan o'sha narsani uqtirib borsak, farzandlarimiz ham ichki nazorat bilan dunyoga kelib, ichki nazorat bilan katta bo'ladi.